Adam o'likni hozir shunday o'zgarib ketar ekan. Ha? Xo'p, buziganmi? Bugungi kunda 23-may kuni Asqar akaning bachasining tug'ilgan kuni ekan. Bizlarning jamoamiz a'zosi o'zlari nima ekzamen topshiribdi. Bizning yagona ustozimiz jismoniy tarbiyadan Aytib Rahman tug'ilgan kuni bugun. Shuni birinchi kunga qoldiramiz. Tabriklaymiz. Ularni tabriklab qo'yinglar. Tushunamidi, ustoz. Mana. Xafa bo'lmaysiz. Yaxshilashtirib tushuning. O'zingiz ekzamenga ketib qoldingiz. Imtihonga ketib qolibsiz. Endi buni jamoamiz bilan ham ko'ramiz. Men iyda borib yeyman.